Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar do'stlar? Sizlar bilan Fordem bo'lgan eng qiyin missiya bor. Ko'pchilik uni kartaga sotib oladi. Lekin biz o'sha kartani bittacha tejab bajarib va ikkita kimsiz qayda bilmayman, lekin uni ham 6 ta kartaga olish kerak. Shuni osonroq kopiyasi. Bu karta uchun soliq sklapdan GX tanlab olamiz. Shunda sal osonlashadi. Faqat bu missiyani bajarish uchun kartani aynan shu chetiga tushib olamiz. Bu missiyani bajarishda bizga kerak bo'ladi. Ikkita DP haroratasi. Hop, mana birinchi DP haroratini topdik. Hop, mana omad. Ikkinchi DP. Endi 10 ta tanga olamiz. Qaranglar, oldin aytib o'tay, ularda pritsep bo'lishi shart bo'lsa. Ya'ni qurol full holatda bo'lishi kerak. Mana shu joydan xuddi mana shuni ikkita sotib olamiz va ikkalasiga o'rnatamiz. Qarashki, bizda missiya bajarildi. 150 irpachko berdi. Ikkinchisi ham turibdi. Buni yana bitta qilsam, buni 200 irpachko beradi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Deganlar, videoni oxirida aytib o'tmoqchiman. Agar kimlardir missiya bajara olmayotgan bo'lsa va uni qiynalayotgan bo'lsa, albatta kommentga yozib ketinglar. Qo'limdan kelgancha harakat qilib bajarishga va'da bermayman, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Ciao.